eng baqiroq hayvon qaysi? Timsoh. Timsoh. Yaxshi. Bolaga qo'yasiz. Qaysi hayvon umrining 70% ni uxlab o'tkazadi? Mushuk. Mushuk. Bolaga qo'yasiz. Okean suvida necha xil tuz bor? 2 xilmi? 70 xil. Ikkalasiga ham qo'yasiz. Oxirgi 4000 yil ichida qaysi hayvon xonakilashtirilgan? Hech qaysi. Hech qaysi. To'g'ri. Bolaga qo'yasiz, bu bolaga. Qaysi sayyora Quyosh tizimidagi eng tezkor sayyora hisoblanadi? Merkuriy. Merkuriy sayyora. Yo'q. Yupiter. Yupiter. O'zbekistondagi eng katta yirtqich qushning nomi? Tuyoq. Tasqara. Tasqara. To'g'ri. Fransuzlar qaysi sabzavotni muhabbat mevasi deb nomlashgan? Pomidormi? Pomidorni. To'g'ri. Qaysi zararkunanda 5 qavatli binodan tushib ketsa ham jarohatlanmaydi? Mushuk. Zararkunanda. Sichqon. Sichqon, to'g'ri. Bu qizga qo'yasiz. Kattakon rahmat ishtirok uchun. O'yinimiz tugadi. Siz savolni qayerdan o'qidingiz?